Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Odil Yaqubovning Billur qandilar nomli kitobini o'qishni tavsiya etadi. Odil Yaqubov o'tgan asrning 60-70-yillar yoshlarining sevimli adiblaridan biri edi. Billur qandilar, muqaddas, muhabbat kabi qissalar o'sha davr o'quvchilarining axloqiy va ma'naviy tarbiyasiga ijobiy ma'noda ta'sir etgan desak xato bo'lmaydi. Asarlarning barchasida yoshlar o'rtasidagi muhabbat mavzusi yetakchilik qiladi. Chin sevgi, poklik va halollik, muhabbatga yetishish yo'lidagi xudbinliklar, xiyonat kabi munosabatlar o'quvchining asar mohiyatini bilishga undaydi. Xudbinlik va nohalollik hukm surgan joyda muhabbat so'nadi, hatto o'ladi. Mehr va vijdoniylik muhabbatga yetkazadi. Yashashning mazmuni muhabbat bilan sayqal topadi. Shu boisdan Odil Yaqubov asarlari bugungi kun uchun ham, ehtimol kelajak uchun ham ibratli bo'lib qolaveradi.